Men senlarga nima dedim? Telefon quvurmalaring, qivoraman dedim. Hozir kelyapman. Nechun minsanlar senlar? Bilma o'rtoq, men uyimda turaverasan. Undan tashqari qo'lingda guldek hunaring ham bor. Ishni ham hal qilamiz. Bo'ldi. Shundaymi, sen siqilma. Shuni sovg'a olaymi? Bo'ldi o'rtoq, men mashinaning yonida bo'lib turaman. Qivoraman dedim sen. Jinni bo'lganmi bu? Qaqqa kelyapsan? Ko'ryapsanmi? Bunda tupoy turqsovu nima qilyapsan? Sen ko'tingga qarab yurmaysan? Men bor uzr, qo'shni men bor uzr. Toshkentga yaqinda kelganda o'rtog'im yaxshi bilmaydi. Siz ketaveringmi, o'zim gaplashaman. Siz ketdik dedim, bilasizmi? Parosat. Xatoni bu qilyapti. Sen nimaga uzr Ehtiyot so'rayapsan? bo'lib o'tmaysanmi, o'rtoq? Mashina ko'p ko'rmayapsanmi? Menga qara, shaharda hamma qizlari shunaqa ilon, zahar bo'ladimi? Yo'q, hammasi ham emas, o'rtoq. Qo'shnim eri o'lgandan keyin mana shunaqa psix asabiy bo'lib qolgan, o'rtoq. Eri o'lgandan keyin, Ha? o'rtoq, unda bir bolalikni eslayotganmiz-da. Bir hafta vaqt, bir haftada o'rab shu keneyni tavbasiga tayantiraman. Aqling yetmaydi. Bu senga qishloqning qizlari emas, tulki bo'lib ketgan shahar qizlari. To shahar, qishloq farqi yo'q. Bir hafta, garov. Garov? Yutsam, men xohlagan narsani olib berasan. Kelishdik. Faqat yordam berasan. Ha, gap yo'q, ket.